Ba'zan iymonli ayollar ham hayotini do'zaxga aylantirgan betofiq hikoyalar bilan sinaladi. Afsuski, ayol zoti ba'zida dinini, dunyo va oxiratidagi baxtini qurbon qilib, yomon fe'l-atvorli kuyovga itoat qilishga majbur bo'ladi. Biroq bu dunyoda Allohdan boshqasiga egilmagan iymonli ayollarimiz ham yashab o'tgan. Ular e'tiqodsiz erlarning aziyati ostida xor bo'lib yashagandan ko'ra, Alloh yo'lida jonlarini fido qilishni afzal ko'rishgan. Assalomu alaykum. Ramazon silsilamizni davom ettiramiz. Alloh azza va jalla qiyomat kunigacha tilovat qilinadigan Qur'oni Karimda bir ayol ismini zikr qilib o'tgan. Osiyo binti Muzohim va zolim kuyovi Fir'avnning tarixi. Bu voqeaning maqsadini Alloh taoloning o'zi yaxshi biladi. Bu voqeadan olish kerak bo'lgan ikki saboq mavjud. Birinchi saboq ayol zotini kamsitgan erkaklarga taalluqli. Ular yer yuzidagi eng zolim podshoh ustidan bir ayol g'olib kelganini unutmasinlar. Kuch tanada emas, aksincha iymondadir. Ikkinchi saboq ayol zoti uchun eng katta o'rnak. Qaysiki bir ayolning kuyovi axloqsiz, zolim bo'lsa, Alloh azza va jalla eng zolim, qonxo'r er bilan sinagan Osiyo binti Muzohimni eslasin. Qo'rqmasin, qayg'urmasin. Shubhasiz, hozirgi erlar Osiyoning erichalik zolim emaslar. Baxt boylikda, zebu ziynatda emas, balki haqiqiy baxt iymondadir. Osiyo oddiy odamning ayoli bo'lmagan, davrining eng qudratli podshohining ayoli, malika bo'lgan. Hisobsiz oltin kumushlar egasi. U yer yuzining jannati bo'lgan qadimgi Misrning malikasi. Lekin u Alloh roziligi uchun bularning baridan voz kecha olgan. Osiyo avval o'z nafsini yengdi, so'ngra Fir'avn ustidan g'olib bo'ldi. Yaxshi bilasiz, Fir'avn ko'rgan tushidan so'ng Bani Isroilda tug'ilgan barcha go'daklarni so'yishga qaror qildi. Avvalgi mavzularning birida aytganimizdek, odamlar podshohga kelib, 1 yil qatl qildir, 1 yil qoldir, bo'lmasa Bani Isroil qirilib ketadi deyishdi. Podshoh bunga ko'ndi. Kechirilgan, af qilingan yili Harun alayhissalom tug'ildi. Qatl qilinadigan yilda esa Musa alayhissalom dunyoga keldi. Alloh taolo bolani sandiqqa solib, Nilga oqizishni onasiga bildirdi. Onasi aytilgandek qildi. Sandiq oqib Fir'avnning qasri yaqiniga keldi. Fir'avn bilan birga turgan Osiyona sandiqni oldirib uni ochib, bolani qo'liga oldi. Qalbiga uning muhabbati tushib, qattiq xursand bo'ldi. Bildiki, bu bola muborakli edi. Oradan oz muddat o'tib, podshohning askarlari bolani o'ldirishga farmon olganlarini aytib keldilar. Shunda Osiyonamiz, bu bola Bani Isroil emas, boshqa yerdan oqib keldi. Men o'zim borib bu haqda podshohga arz qilaman, dedi va bolani ko'tarib Fir'avn oldiga bordi. Uning huzuriga kirib, bu bola sizning va mening ko'z qorachig'imiz-ku dedi. Shunda Fir'avn, u sening ko'z qorachig'ingdir, lekin meni unga hojatim yo'q dedi. Fir'avnning xotini, bu bola men uchun ham, sen uchun ham ko'z quvonchidir. Uni o'ldirmanglar. Shoyatki u bizga foyda bersa yoki uni bola qilib olsak dedi. Holbuki ular sezmasdilar. Qasos surasi. Bir kuni Osiyo onamiz Musa alayhissalom bilan Fir'avnning oldiga keldi. Va uni Fir'avn huzuriga tashlab chiqib ketdi. U yerda majlis bo'layotgandi. Musa alayhissalom Fir'avnning tizzasida o'tirar ekan, qo'qqisdan soqolini yulib oldi. Buni ko'rib turgan Xomon, shu bola sizning mulkingizni xarob qiladi-da, sizga merosxo'r bo'ladi-da, uning bobosi Ibrohim Halildir, deb Musoni yomonladi. Bu so'zlarni eshitgan Fir'avn jallodlarni chaqirdi. Bu xabar Osiyo onamizga yetib keldi va tezlik bilan uning huzuriga kirib shunday dedi: "Menga hadya qilgan bolangizni so'ymoqchimisiz?" Shunda Fir'avn, "U soqolimni yulib oldi va mulozimlarim, bu bola sizga merosxo'r bo'ladi, qo'lingizdagi mulkka egalik qiladi deyishdi", dedi. Osiyo onamiz buni eshitib, "Siz ularning so'ziga ishonmang. Bu bola hali yosh, hech narsaning farqiga bormaydi. Men buni sizga isbot qilib berishim mumkin", dedi. "Qanday qilib?" dedi Fir'avn. Shunda Osiyo onamiz, "Bolaning oldiga cho'g' bilan gavhar qo'ying. Agar gavharni olib cho'g'dan saqlansa, bilingki u aql yuritayotgan bo'ladi. Agar cho'g'ni olsa, bilingki aqlli kimsa gavhar turganda cho'g'ni ushlamaydi", dedi. Fir'avn bu gapga ma'qul bo'ldi. Saroy xizmatchilaridan ikkitasini chaqirib, birining qo'liga cho'g', ikkinchisinikiga gavhar berdi va ularni bolaning oldiga qo'ydi. Tasavvur qiling, Osiyo onaning ichidan nima kechyapti. Avvaliga Musa alayhissalom qo'lini gavharga uzatmoqchi bo'lib cho'zdi. Shu onda Jibril alayhissalom yetib keldi va Musoning qo'lidan ushladi.
va uni cho'g' ustiga qo'ydi. Hatto u cho'g'ni qo'lida ko'tarib og'ziga soldi. Bundan Musa alayhissalomning tili kuydi. Shu sabab keyinchalik Musa alayhissalomning nutqlari yaxshi ravon bo'lmay qoldi. Fir'avn buni ko'rib, bu bola so'yilmasin dedi. Osiyo onamiz xursand bo'lib bolani olib chiqib ketdi. Shu tariqa Musa alayhissalomga malika yaxshi tarbiya berdi. Yozish va o'qishni o'rgatdi. Musa Osiyo onamizning fazilati bilan xuddi podshoning o'g'lidek o'sdi. Alloh Osiyo onani shu ishlarga sababchi qildi va payg'ambarga qilgan bu xizmatlari uchun Osiyoni iymon bilan mukofotladi. Alloh oyat karimasida shunday deb marhamat qiladi. Ular makr qilishdi. Biz ham ular sezmagan hollarida bir makr qildik. Shunday qilib, Alloh taoloning qudrati bilan Musa alayhissalom Fir'avnning zolim hukumatini yo'q qilish uchun uning saroyida ulg'aydi. Osiyo ona Allohga va Musa alayhissalomga iymon keltirib, kuyovi Fir'avnning dushmanini ortidan ergashdi. Buni ko'rgan Fir'avn aqldan ozdi. Butun bir mintaqaga ega bo'lib turgan Fir'avn yonida birga uxlaydigan odamning ishidan bexabar qoldi. Shunda zolim Fir'avn ayolini Musoning dinidan qaytarishni keskin talab qildi. Aks holda uni azoblamoqchi ekanini aytdi. Bu jasur ayol hech ikkilanmay azobni tanladi. Fir'avn alayhillani azoblash ishini o'z nazoratiga olib, uni iymondan qaytarish uchun eng qattiq azoblar bilan azobladi. Biroq bu bardoshli, iymonli ayol o'z fikrida sobit turdi. Shunda Fir'avn yerga 4 ta qoziq qoqib, qo'l oyog'ini bog'lab, qamchi bilan savolatdi. Lekin bu muhtarama zot o'z iymonida sodiq qolaverdi. So'ngra zolim Fir'avn uning suyaklarini sindirish uchun ko'kragiga katta bir xarsang toshni qo'ydirib, ustiga to'qmoqlar bilan urdirdi. Mana shunda 4 qoziqqa kerilib bog'langan Osiyo bint Muzohim yig'lab quyidagicha duo qildi. Parvardigorim, o'zing men uchun huzuringda jannatda bir uy bino qilgin. Menga Fir'avn va uning qilmishidan najot bergin, hamda bu zolim qavmdan saqlagin. Dunyoga hukmronlik qilib turgan erkaklar bitta ayolga kuchlari yetmasdan unga yana ham og'irroq tosh bostirdilar. Osiyo onamizning qalbi iymonga to'la va kuchli ayol bo'lgani bilan tanasi ayol kishining tanasi edi. Nozik xilqat sohibasi so'nggi qo'yilgan og'ir toshga bardosh bera olmadi. Jon taslim qilish arafasida Osiyo ona osmonga qarab kuldi. Buni ko'rib turgan Fir'avn ajablanib, "Ana uni ko'ryapsizlarmi? Men uni azoblasam u kulyapti. Mana jinnilik", deya atrofdagilar bilan masxara qildi. Bechora Osiyoga so'nggi og'ir tosh qo'yilayotganda Jibril alayhissalom kelib, Osiyo ona bu azoblarni sezmasligi uchun unga jannatdagi o'rni va u yerdagi hayotni ko'rsatib turdi. Osiyo buni ko'rib kuldi va shu holida shahid bo'ldi. Shu tariqa Osiyoning pokiza ruhi jannat-i naimga ko'tarildi. Fir'avn osmon va yerlarni Osiyo ustiga tashlaganda ham u o'z iymonidan kechmadi. Bu mo'mina ayol Allohning oldiga borishni ixtiyor qildi. So'ngra uning pokiza ruhi Robbisining huzuriga ko'tarildi. Osiyo binti Muzohim ummat tarixidagi eng ulug' ayol bo'lishga muvaffaq bo'ldi. Shuningdek, Rasululloh alayhissalom uni jannat ayollarining sayyidalaridan bo'ladi deya ta'rifladilar. Osiyo ona jannatda payg'ambarimiz alayhissalomga juft bo'lishi ham aytilgan.